الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allohim, dunyoga kelishimga vasila qilib berganing bu ikki jon, bu ikki ne'matim, otam va onamni umrlariga, rizqlariga barokat, qalblariga sokinlik, sog'lik, xushnudlik, sihat va ofiyatlar ihson ayla. Ularga go'zal muomala, issiq mehr, tugalmas sevgi va samimiyat ko'rsatishlikni jannatingga kirishim uchun badal qilgin. Ularni yomon kasalliklarga chalinishdan, qariganda aziyat chekishlikdan, og'riqli dardlardan panoh bergin. Ota-onamga ozor berish, qalblarini og'ritish, itoatsizlik qilish va shunga o'xshash yomon harakatlar qilishlikdan asragin. Umrimning barokatini, ishlarimning rivojini, rizqimning kengayishini, ularning mamnuniyati va duolariga bog'liqligini menga unuttirma. Har narsaga qodir bo'lgan Robbim, agarki ota-onamni xizmatlarida bo'lishim kerak bo'lgan paytlarda uzoqda bo'lsam, o'tinaman. Ularni menga qovushtir va yonlarida bo'lishlik baxtidan benasib qoldirma. Mehribon Robbim, otamni, onamni yashirin yoki oshkora qilgan gunohlari yoki tavba qilib qayta takrorlagan gunohlari, bilib turib yoki bilmasdan qilgan gunohlarini Robbim cheksiz fazling, qudrating haqqi kechirgin. Alhamdulillahi robbil alamin, vassalatu vassalamu ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amin.